Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun Xorazmda joylashgan mashina bozoriga yetib keldik. 4 ta avtosalonning mashinasini olib kelib qo'yganmiz. O'zimizning avtosalonning mashinalari, o'zimizning brendlar Dongfeng bu yoqda 212 brendi. Mana shu mashinalar bo'yicha hozir qisqacha informatsiya berib ketaman. Xo'p. Butun omani e'tiborda bo'lib turgan 212 T01 avtomobil. Ko'pchilik gelikka o'rniga olishadi, to'g'risi. Gelikka o'xshaydi, rosa o'xshaydi. Endi kamerada qanaqa ko'rinyapti, atak hayotda va shu gelikka tak birga bir desa ham bo'ladi. Qaranglar. Mana bu polni o'z mashinani motori 2 litr turbina motor bo'ladi. Buni restyling qilsa ham bo'ladi. Ya'ni old orqa bamperlarni polni temir qilsa bo'ladi. Undan tashqari mana shu farasini bundan chetga surdirsa bo'ladi. Mana shu ikkita farasini ikkita chetga surdirsa vashi birga bir bo'ladi gelik bilan. Lupalari ham mana ikkitalik turibdi. O'sha mashina bittalik qilsa ham bo'ladi. Bu o'zimizning servisda bor. Undan tashqari mana balonlarni ko'rasizlar. Buni diskalarni almashtirsa bo'ladi. Xo'p. 4x4 mashinamiz, 4 ta balondan tortadi. Undan tashqari xohlasanglar zadniy привод qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu har bir g'ildiraklarni blokirovkalarigacha ham bor. Mana orqa ko'rinishini qaranglar. 212 T01. Bu yili 2026-yil bo'ladi. Kuzovi beskulchoy do'stliklari bor, 360 graduslik kamerasi bor. Mana eshikni ochsanglar, elektronik parolga ham tushib keladi. Mana salonni qaranglar. Mana Luklargacha xuddi mana shunaqa bo'ladi. Gelikda ham daji qo'lingizda ochasizlar buni. Bunda ham xuddi shunaqa. Xo'p, bitta motor ko'rsatib beraman. Mana. Bu yerda monitorimiz joylashgan. Mana bu yerda Kix, bu yerda 4 ta balon tortadigan, bu yerda blokirovkalari, uzatmalar qutisi bu yerda. Tak. Rushnoyimiz, avtoxoltimiz, beskulchoy do'st. Multirulimizni qaranglar. O'tirgandacha vashi maza qilasan qaranglar. Mana. Laboyiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, xuddi gelikdagi mana ko'rasizlar, tikkaroq joylashgan mana. Xo'p, bu mashinamizning narxi hozirgi kunda avtosalonimizda 438 millionni tashkil qiladi. Xohlasanglar o'sha restyling variantda qilib olsanglar ham bo'ladi. Uni o'zini har bitta o'zini detalli narxi bo'ladi. Ya'ni bamperlarni temir qiladigan bo'lsanglar, o'zini oddiy narxi bor. Murdasi, orqa faralari ham o'zgaradi, chiroyli bo'ladi lekin rasa. Xo'p, ikkinchi mashinamizda Dongfeng Aiolus Mage 285 million 600 ming so'm. Sizlar bu narxga nimalarga ega bo'lasizlar? Qaranglar. Mashinamizning dizayni yomon emas. Polni ham faralari ham stop farasi ham liniya bo'lib yonadi. Undan tashqari mashinamizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, vashi maza qilasa qaranglar. 1.5 turbina motor, sepli motor, 205 ta ot kuchiga ega. Undan tashqari mana glavniy chiroqlarimiz ham LED bo'ladi. 360 gradus kamerasi bor, panoramnik patologlar bor mana. Lyuklarigacha. Hadoviy keladigan bo'lsak, ko'pchilikga hadoviy kerak. Hadoviy nizayisning hadoviy bo'ladi, balki bo'lmaydi. Ammo dizaynini qaranglar buni. Vashi dahshatli mashinaga gap. Garantiyalargacha beramiz. Mana buni qaranglar. Eshik ruchkalari avtomatik ravishda ochilib yopiladi. Beskulchoy do'stlargacha bor. Sensorli qo'linglarni tik qilsanglar avtomatik o'zi qullaydi. Daj bakoylari ham ochilib yopiladi. Ichkari salonga keladigan bo'lsak, qaranglar. Ikkita oldingi sidinamizda abagrev bor. Undan tashqari daj ruli ham qiziydi. Bu yerda monitorimiz joylashgan. Mana hozir ham ko'rsatib turibdi. Daj sidina pamyati mana 5 ta pog'onali, ya'ni 5 ta har xil qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu sidina pamyati. 360 gradus kamerasi kelgan. Bu yerda uzatmalar qutisi joylashgan mana. Ko'rasizlar? Xrustanli qilib chiroyli qilib qo'yishdi. Mana. 285 million 600 ming so'm. Nima deyapti? Garantiyaga ega bo'lasizlar. Polni avtosalondan chiqib ketasiz, 0 probeg. Yili 2026-yil bo'ladi, texpasport yili ham 26 bo'ladi. Mana bu ikkinchi variant. Trekker olaman deb yurgan akalar uchun buni ham bitta variant qilib ko'ringlar. Xo'p, bu yerda Dongfeng Jazz. Bu ham lekin shu dahshat mashinami. Ko'rinishini qarang. 1.5 atmosferniy motor. Вообще расходi degan vashi kam расходi. Mana narxi 244 million. Bu yerda Dongfeng Aiolus Shine avtomobilimiz. Bu sedan varianti mana. Qaranglar, mana shu mashinaning narxi 232 million atrofida bo'lsa, sizlarga qanaqa komfort beradi? Orqa dizaynini qaranglar, buni ko'rinishini qaranglar. Mana. Haqiqiy sportivniy ko'rinishni beradi. Mashinamizda 360 graduslik kamerasi bor. 1.5 atmosferniy motor, beskulchoy do'stliqi. Bu yerda mana lyuklarigacha bor. Mana sidinani qaranglar. Haqiqiy sportivniy abagriflari bor, uzatmalar qutisi bu yerda joylashgan, multirulimiz. Keyin qaranglar.
ko'pchilik mana atmosferniy motor qidirishadi-da, ya'ni metan qo'yaman, benzinli mashinaga metan kerak yoki propan qo'yaman deganlar uchun qaranglar. Bagajni ochaman. Mana bu joyi qaranglar. Bu yana nima kerak sizlarga buni qaranglar. Xo'p, buni yopamiz, mana. Kamerasi bu yoqda joylashgan. Mana 360 gradus kamerasi ko'rsatib qo'ying. Mana. Ko'rasizlar? Mana diskalarimiz juda ham chiroyli. Diskamizning razmeri 16-razmer. Mana. Ko'rinishini ko'rasizlar? Narxlarni chiqarib ketaman. Buniki shunaqa narx. Buniki shunaqa narx. Buniki ham mana shunaqa narx. Bu bo'lsa shunaqa narx. Agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa, обязательно pastda turgan nomerlarga telefon qilinglar. Обязательно sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Xorazmdagi akalarimizga bemalol avtosalonimizga tashrif buyursanglar, batafsil ma'lumot beramiz. Undan tashqari butun O'zbekiston bo'ylab filiallarimiz mavjud. Xudo xolasa chiroyli qilib chiqazib beramiz. Agarda kontentlarimiz yoqqan bo'ladigan bo'lsa, обязательно like tugmachasini bosib qo'yib, podpiskani bosib qo'yinglar. Shuncha informatsiya uchun. Undan tashqari aytaman, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumot olinglar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videoyimizda polni mashina bozoridagi narxlarni bilib beraman. Uni kommentariyaga yozib ketinglar.